Keldim, uzoq tanaffusdan so'ng original medovik retsepti bilan keldim. Ishni krem qilishdan boshlaymiz. Shakarni eritib, qiyom qilib, qaynoqqina sutdan quyib aralashtiramiz. Tuxumni chaqib, kraxmal bilan aralashtirib, qaynoqqina massamizdan cho'michda solib aralashtirib olamiz. Tuxum pishib qolmasligi kerak. Keyin hamma massamizni bitta qilib solib, gaz ustida qo'yilgunicha aralashtirib turamiz. Olovni o'chirib, sariyog' solamiz va qaynab quyultirilgan, ya'ni varyoniy moloko solib aralashtirib, kremimiz quyilib suvi olish uchun olib qo'yamiz. Xamir uchun asalni qaynatib, ichimlik sodasidan solib, qizarguncha aralashtirib turamiz. Olovni o'chirib, sariyog' solib aralashtirib olib qo'yamiz. Alohida idishga tuxum chaqib, shakar, ichimlik sodasi solib, yaxshilab miksirlab olamiz. Miksirlab olgan massamizga asalli massamizdan oz-ozdan solib aralashtirib, un, razrexlitsil solib xamir qorib olamiz. Buni oldin ham ko'rsatganman. Xamir yopishmasligi uchun paketni yog'lab, keyin xamirni solamiz va 1 soatga sovitishga yuboramiz. Sovib quyilgan xamirimizni 4 ga bo'lib, listimizga moslab yoyib olamiz. Vilka bilan chekib pishirishga yuboramiz. Sovigan xamirimizni kremlab olamiz. Ustiga ozroq kroshkalardan sepib bezab olamiz. Men bilgan medoviklar orasida eng mazalisi, retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.